Salom do'stlar, men avtomaktab o'qituvchisi Ahmedov Yusufboy. Bugun sizlar bilan eng muhim 10 ta test savollarini ko'rib chiqamiz. Ushbu chorrahada haydovchi orqaga harakatlanib ko'rsatilgan manyovrni bajarishiga ruxsat etiladimi? Qarang. Bu chorrahada hozir avtomobil to'g'riga bir yo'nalish bo'yicha harakatlanib, keyin orqaga ikki yo'nalish bo'yicha harakatlanib, 3 bo'yicha chiqib ketyapti. Bu 100% taqiqlanadi. Nimagaki chorrahalarda orqaga harakatlanish taqiqlanadi. O'z-o'zidan ma'lum bo'lyaptiki, javob F1. Bittasi o'ng tomondagi yondosh hududdan foydalanib qayrilib olishning ko'rsatilgan qaysi usuli harakat xavfsizligini ta'minlaydi? Endi bu joyda chorraha emas, yondosh hudud deyilyapti. Yondosh hududlarda orqaga harakatlansa bo'ladi, lekin harakat xavfsizligini ta'minlash ham esdan chiqmasligi zarur. Bunda siz oldinga harakatlandingiz, keyin orqaga, keyin chiqib ketyapsiz. Bunda oldi bilan kirib, orqa bilan katta yo'lga chiqyapti. Bu 100% xato, nimagaki xavfsizlikka tahdid soladi. Demak, faqat chap tomondagi rasmda harakat xavfsizligi ta'minlanadi. Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega? 40 tash beraman. Bu chorrahamiz hech qanday yo'l belgilari va svetoforlar, tartibga soluvchilar bo'lmaganligi uchun teng ahamiyatli chorraha deb aytiladi. Teng ahamiyatli chorrahada e'tiboringizni qarating, o'ng tomondagi transport vositasi har doim oldin harakatlanadi. Demak, mana bu avtomobilga nisbatan mototsikl o'ng tomonda turgan hisoblanadi. Mototsiklning o'ng tomoni bo'sh. Demak, birinchi mototsikl harakatlanish huquqiga ega. Mototsikl. Ushbu vaziyatda siz vaziyatga e'tibor beramiz. Bu avtomobil yashil chiroqda harakatlanib, chapga qayrilib olmoqchi orqaga. Endi bu svetoforda qizil ishorasi yonyapti. Ostida stop belgisi, 5:33 stop belgisi, ya'ni to'xtash joyi belgisi bor. Bu avtomobilimiz mana shu belgi sababli bu svetoforga ham bo'ysunishga majbur. Shuning uchun belgi ostida to'xtashingiz va svetoforning ruxsat beruvchi ishorasini kutishingiz kerak degan F2 javob to'g'ri. Avtomobilning harakatining barcha ruxsat etilgan yo'nalishlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Bu joyda belgiga e'tibor beramiz. Bu mototsikllarning harakatlanishi taqiqlanadi belgisi. Bu esa avtomobil. Demak, bu avtomobilimizga hech qanday cheklov yo'q. Bu avtomobil barcha yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin. Bizda imtihonga tayyorgarlik uchun onlayn yopiq kurslarimiz mavjud. Siz bu kursga qo'shilish orqali barcha test savollarini 15 kunda o'zlashtirishingiz mumkin. Yuk avtomobil haydovchisi to'xtab turish qoidasini buzdimi? Ha, albatta. Nimagaki, mana bu to'xtab turish joyi belgisining ostida qo'shimcha axborot belgisi mavjud. Bu faqatgina yengil avtomobillar va mototsikllarning to'xtashiga ruxsat beradi. Demak, javob buzdi. Endi keyingi savol. Ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri yo'lning ko'rinish masofasi cheklangan joylarda, ya'ni yaxshi ko'rinmaydigan joylarda majburan to'xtagan transport vositasini belgilash uchun qo'llaniladi? Mana bu V, bu ogohlantiruvchi belgi, boshqa xavf-xatarlar. Bu esa katta o'lchamli, og'ir vaznli avtomobillar belgilanadigan taniqlik belgisi. Mana bu A esa majburan to'xtagan transport vositasida qo'llaniladigan vosita. Demak, javob A. Qaysi yo'l belgilari yo'lning tor qismida haydovchiga ustunlik beradi? Mana bu ikkita belgini bejiz qo'shishmagan. Mana bu tik nishablik deb nomlanadi. Mana bu tik balandlik. Endi siz qoida bo'yicha pastga tushayotgan vaqtingizda boshqalarga yo'l berishingiz kerak. Demak, tepaga chiqayotganda ustunlikka ega bo'lasiz. Mana bu belgi sizga ustunlik beradi. Keyin mana bu ikkita belgi yo'lning tor qismida qo'yiladi. V da turgan belgimiz qarama-qarshi tomonga nisbatan sizga ikkinchi darajali yo'l huquqini beradi, ya'ni yo'l berishingiz kerak. Mana bu belgi qarama-qarshi yo'lga nisbatan imtiyoz beradi. Demak, B va G sizga ustunlik beradi. Balandlikda yo'l chetida to'siq mavjud bo'lganda, bu balandlikka chiqish joyi. Mana bunday tushunsangiz bo'ladi. Bo'lganda to'xtagan avtomobil joyidan g'ildirab ketishini oldini olish uchun oldingi g'ildiraklarning burib qo'yish usuli qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Hozir bu pastlik tomon ketadi mana. Orqaga ketib qoladi avtomobillar. Bular oldinga ketib qoladi. Siz
Rulni bu tomonga burib qo'ysangiz, avtomobil bu yo'nalish bo'yicha orqaga ketib qoladi. Agar mana bu tomonga qo'ysangiz, buni bordyor ushlab qoladi, ketishini oldini oladi. Demak, V to'g'ri. Endi bu tomonga keladigan bo'lsak, pastlik bu tomonda. Rulni bunday qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, avtomobil bu tomonga ketib qoladi. Rulni bu tomonga burib qo'ysangiz, buni bordyor ushlab qoladi. Demak, A va V javoblar to'g'ri. A va V. Tartibga solinmagan chorrahada qaysi belgi albatta to'xtashni talab qiladi? Buni ko'pchilik bilsa kerak. Mana bu B dagi to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. Stop belgisi to'xtashni talab qiladi. Javob B. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omad.